Tabriklayman. Ijobiy natijalaringiz bilan homiladorsiz. Hozir 2 yil homiladorlik bo'lmasa, ajrashib ketishyapti. Ushbu bemorlarimiz uzoq yillik bepushtlikdan so'ng sabr toqat ila kutishgan homiladorliklarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Ularda xo'jayinlarida azospermiya tashxisi qo'yilgan bo'lgan. Andrologimiz Shahboz Shavkatovich tomonidan mikroteza amaliyoti o'tkazilgan va ayollari stimulyatsiyaga olingan va mana ko'rib turishingiz mumkin, bugun birinchi urinishi o'zidayoq ijobiy natija olishga muvaffaq bo'ldik. Hozir bemorimizni hali o'zlarini xabarlari yo'q. Gullar bilan tabriklaymiz, birga kuzatib turing. Tabriklayman. Ijobiy natijalaringiz bilan homiladorsiz. Tabriklaymiz. Ilohim. Shunaqaga o'xshamayapti. Hig'ini yuqoriligiga qaraganda egizakka o'xshamayapti. Inshaalloh xayrlisi bo'lsin. Allohim bag'ringizga bosib oling. Rahmat. Tabriklayman. Inshaalloh ertaman-ku bolachalaringlarni ham ko'tarib kelganinglarda shunaqa tabriklash nasib qilsin. Xudo xolisa inshaalloh.